Bilib turibman. Hammasini atayin uyushtirilgan. Doktor, operatsiya xavfsizmi ish qilib? Siz xavotir olmang. Bizda tajribali shifokorlar bor. Ha, kallang pishdimi? Kimdir bormi o'zi yo'qmi? Kim bor? Afzal, hujjatlar tayyormi? Tayyor. Qo'ling sinsin senlarni. Boshimga ham urasanlarmi? Urgan qo'llaring sinib yerga tushsin. Agar meni olib ketgani kelgan bo'lsangiz, Tayyor. Qo'l qo'ysang bo'l. Olam gulisa. Boshiga bu yerga sig'maydi. Sen qachondan beri davolanasan? Har 6 oyda kelaman. Bu ikkinchi martasi. Foydasi bormi? Nimaga bunaqa bo'ldi? Axir men ularga ishongandim. Men qara. Rostdan ham bu uyni nima qilasan? Men akalarimni oldiga o'tib kelishim kerak. Akala. Ilhom, yana qanaqa akala? Yana o'sha anuvlaringmi? Tushundim aka. Bitta harakat qilib bersangiz yaxshi bo'lardi. Ularga farzandingiz ishonsangiz bo'ladi. Agar men ularga ishonmaganimda, sizga bu yerni tavsiya qilmagan bo'lardim. Uxlab qolmanu. hozir. Kim? Hammalaring birma-bir qo'l qo'yib chiq. Afzal. Aka, ularni qo'ldan hamma narsa keladi. Muammoni bittada hal qilib berishadi. Sen video bilan rasm olib qo'y. Zamon shunaqa hozir. Bolam qamalib ketsa. Mana bo'larkan o'zimizga qo'shilib mashina qilib kelib tursang. Qani? Qo'yar odam. U yerdan sog' chiqmaydi. Ilhom, mana buningizni olib keting. Biz uyda turmasin. Mana shu pullaringizni. So'nggi bor yoxud Kechir 2 serialining 17-qismi tomoshabinni yana bir bor og'ir savollar, ichki ziddiyatlar va inson qalbining eng nozik, eng og'riqli nuqtalariga olib kiradi. Bu qism oddiy voqealar ketma-ketligi emas, balki har bir qahramonning o'z vijdoni bilan yuzma-yuz kelgan lahzalaridan iborat bo'lgan psixologik jangdir. Oldingi qismlarda boshlangan ichki portlashlar aynan shu 17-qismda asta-sekin tashqi harakatga, ochiq qarorlarga va qaytib bo'lmas yo'llarga aylanadi. Serial nomining o'zi So'nggi bor va Kechir so'zlari bu epizodda o'zining eng chuqur ma'nosini ochib beradi. Chunki bu qismda kechirish oson emas, so'nggi bor imkon berish esa har bir qahramon uchun og'ir sinovga aylanadi. 17-qismi dastlabki daqiqalaridayoq muhitda sovuqlik, sukunat va ichdan kelayotgan bezoftalik seziladi. Go'yo har bir qahramon nimadir bo'lishini sezib turgandek, ammo baribir haqiqatdan qochishga urinayotgandek tasvirlanadi.
Qism boshida biz avvalo bosh qahramonlarning ruhiy holatini ko'ramiz. Oldingi qism oxirida berilgan keskin sahna hali ham tomoshabinning xotirasida yangi va aynan shu hissiy yuk bilan 17-qism boshlanadi. Qahramonning nigohlarida pushaymon, lekin shu bilan birga g'urur var. Uning sukuti oddiy jimlik emas, balki ichida qaynab yotgan minglab so'zlarning aytilmay qolgan aksi sadosidir. U biladi, endi vaqt o'tmadi, endi har bir qaror taqdirni butunlay o'zgartiradi. Serial rejissyorlari aynan shu yerda kamerani sekinlashtirib, qahramonning yuz ifodalariga urg'u berish orqali tomoshabinni uning ichki dunyosiga yaqinlashtiradi. Bu jim sahnalar ko'p narsani aytadi. Kechirish ham birdek og'ir ekanini. 17-qismda munosabatlar chizig'i yanada murakkablashadi. Agar oldingi qismlarda qahramonlar ko'proq his-tuyg'ularini yashirishga, o'zlarini oqlashga harakat qilgan bo'lsa, bu qismda esa haqiqat qochib bo'lmaydigan darajaga yetadi. Ayniqsa ikki markaziy qahramon o'rtasidagi suhbat bu oddiy dialog emas, balki yillar davomida yig'ilib kelgan alam, ishonchsizlik va umidlarning portlashidir. Ularning so'zlari orasida ko'p narsa aytilmay qoladi, lekin aynan shu aytilmagan gaplar sahnani yanada og'irlashtiradi. Tomoshabin bu yerda bir savol bilan yolg'iz qoladi. Agar kechirish imkon bo'lsa ham, inson o'z yuragidagi jarohatlarni unutishga qodirmi? Bu qismda ikkinchi darajali qahramonlar ham fon rolida qolib ketmaydi. Aksincha, ular asosiy voqealarning katalizatoriga aylanadi. Ularning har biri o'z harakati bilan asosiy qahramonlarni qaror qabul qilishga majbur qiladi. Kimdir bilib-bilmay bosim o'tkazadi, kimdir esa o'z manfaatini o'ylab vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Ayniqsa bir qahramonning kutilmagan chiqishi va aytgan so'zlari butun voqealar oqimini boshqa tomonga buradi. Bu sahnada serial mualliflari juda nozik psixologik usuldan foydalangan. Aytilgan gaplar oddiydek tuyuladi, ammo ularning orqasida katta haqiqat yotadi. Tomoshabin shu yerda tushunadi, ba'zan eng katta zarbani begona emas, eng yaqin odam beradi. 17-qismning o'rtalariga kelib, dramatik taranglik yanada kuchayadi. Qahramonlar endi faqat his-tuyg'ular bilan emas, real oqibatlar bilan ham yuzlashadi. Qilingan xatolar endi faqat ichki azob emas, balki tashqi muammolarga ham sabab bo'ladi. Bu yerda serial ijtimoiy mavzularni ham ochib beradi. Oilaviy ishonch, jamiyat bosimi, obro' va sha'n tushunchalari qahramonlar hayotiga qanday ta'sir qilishini ko'ramiz. Ayniqsa ayol qahramonning ichki monologi juda kuchli berilgan. U bir tomondan kechirishni istaydi, chunki yuragi hali ham sevadi. Boshqa tomondan esa o'zini yo'qotishdan, yana aldangan ayolga aylanishdan qo'rqadi. Bu ikkilanma holat ko'plab tomoshabinlar uchun juda tanish. Shu sababli sahnalar yurakka tez yetib boradi. Serialning bu qismida ramziy detallar ham juda ko'p. Masalan, fon musiqasi sekin, lekin og'ir, go'yo yurak urishiga o'xshaydi. Yorug'lik va ranglar sovuq ohangda tanlangan. Bu esa qahramonlar orasidagi masofani yanada kuchaytiradi. Ba'zi sahnalarda esa aksincha, iliq ranglar paydo bo'ladi. Bu umidning so'nmaganini, kechirish hali ham mumkinligini eslatib turadi. Rejissyor bu kontrastlar orqali tomoshabinga so'zsiz xabar beradi. Hayot ham xuddi shunday, qorong'ilik va nur doim yonma-yon yuradi. 17-qism oxiriga yaqinlashgan sari tomoshabin ichida savollar ko'payadi, javoblar esa kamroq bo'lib boradi. Aynan shu epizod serialning burilish nuqtasi sifatida xizmat qiladi. Bu qismdan keyin hech narsa avvalgidek bo'lmasligi aniq. Qahramonlardan biri qabul qilgan qaror butun voqealar rivojini o'zgartiradi va bu qaror nafaqat o'zi, balki atrofidagi barcha odamlar hayotiga ta'sir qiladi. Bu yerda so'nggi bor tushunchasi alohida ahamiyat kasb etadi. Bu haqiqatdan ham so'ngimi yoki inson o'zini aldayaptimi degan savol ochiq qoladi. Xulosa qilib aytganda, so'nggi bor yoxud kechir 2 serialining 17-qismi hissiy jihatdan juda og'ir, mazmunan chuqur va psixologik tomondan puxta ishlangan epizoddir. Bu qism tomoshabinni faqat kuzatuvchi emas, balki ichki suhbatga kirishishga majbur qiladi. Har bir sahna, har bir dialog, hatto sukunat ham ma'noga ega. Bu faqat serial emas, bu inson qalbi haqida hikoya. Va aynan shu sababli 17-qism tomoshabinning xotirasida uzoq vaqt qoladi. 17-qism davom etar ekan, voqealar endi faqat ichki kechinmalar bilan cheklanib qolmaydi, balki qahramonlar hayotida real burilishlarga sabab bo'la boshlaydi. Aynan shu nuqtada serial tomoshabinga shuni ko'rsatadiki, inson qancha jim tursa ham, qancha hislarini ichiga yutsa ham, haqiqat baribir yuzaga chiqadi. Qahramonlarning yuzidagi charchoq, ko'zlaridagi ishonchsizlik va har bir so'zdan oldin keladigan sukut bu qismda yanada chuqurroq ma'no kasb etadi. Bu sukut qo'rquvning, pushaymonning va yo'qotishdan bo'lgan vahimaning sukutidir. 17-qism aynan shu ruhiy bosimni tomoshabinga his qildirish orqali o'z kuchini namoyon etadi.
Bu qismda asosiy qahramonlardan biri nihoyat ichida yillar davomida yig'ilib kelgan haqiqatni ochishga majbur bo'ladi. U ilgari bu so'zlarni aytmaslik orqali o'zini himoya qilyapman deb o'ylagan edi, ammo endi tushunadi. Sukut ham xiyonatga teng bo'lishi mumkin. Uning gaplari uzilib chiqadi, go'yo har bir jumla yuragidan sug'urib olinayotgandek. Bu sahnada aktyorlik mahorati juda kuchli seziladi. Ovoz titrashi, ko'zlardan qochirilgan nigohlar va to'satdan kelib qolgan sukut tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Bu yerda serial shunchaki voqeani emas, balki insonning ichki sindirilishini ko'rsatadi. Shu bilan birga qarama-qarshi tomonda turgan qahramonning holati ham oson emas. U eshitgan haqiqatni qabul qilish bilan rad etish o'rtasida qoladi. Bir tomondan u allaqachon ko'p narsani sezib yurgan, ich-ichidan bu haqiqatga tayyor bo'lgan, ammo ikkinchi tomondan buni ochiq eshitish uning uchun og'ir zarbaga aylanadi. Aynan shu yerda serial kechirish tushunchasini juda murakkab savol sifatida qo'yadi. Kechirish bu kuchmi yoki ojizlikmi? Bu savolga serial javob bermaydi, balki tomoshabinni o'ylashga majbur qiladi. Chunki har bir inson uchun bu javob boshqacha. 17-qismda oilaviy munosabatlar yanada keskinlashadi. Ota-ona, aka-uka, opa-singil o'rtasidagi suhbatlar oddiy maslahat darajasidan chiqib, ayblov va oqlov shakliga o'tadi. Kimdir sabr qil deydi, kimdir esa o'zingni o'yla degan fikrni ilgari suradi. Bu yerda jamiyatning an'anaviy qarashlari bilan shaxsiy baxt o'rtasidagi ziddiyat juda aniq ko'rsatilgan. Ayniqsa ayol qahramonga nisbatan bosim kuchli. Undan hamma tushunishni, kechirishni, oilani saqlab qolishni kutadi, lekin uning ichidagi og'riqni deyarli hech kim ko'rmaydi. Bu sahnalar ko'plab tomoshabinlar uchun juda tanish bo'lgani sababli serial yana bir bor real hayotga yaqinlashadi. Qism davomida kichik ammo muhim detallar orqali kelajakdagi voqealarga ishoralar beriladi. Bir qarashda ahamiyatsiz bo'lib tuyulgan qarashlar, telefon qo'ng'iroqlari yoki yarimta qolgan jumlalar aslida keyingi qismlarda katta rol o'ynashini sezdiradi. Rejissyor bu yerda tomoshabinni hushyor tutadi. Go'yo diqqat bilan qarang, bu hali oxiri emas degandek. Aynan shu uslub serialni oddiy melodramadan ko'ra chuqurroq darajaga olib chiqadi. 17-qismning ikkinchi yarmida esa keskinlik yana oshadi. Qahramonlardan biri kutilmagan qaror qabul qiladi. Bu qaror nafaqat uning o'z hayotini, balki atrofidagi barcha odamlar taqdirini ham o'zgartirishga qodir. Eng og'riqli jihat shundaki, bu qaror hissiyot bilan emas, charchov va umidsizlik bilan qabul qilinadi. Inson ba'zan shunchaki og'riqdan qochish uchun qaror qabul qiladi. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? Bu savol keyinga qoladi. Serial aynan shu ruhiy holatni juda aniq ochib beradi. Qism oxiriga yaqinlashgan sari tomoshabinda xavotir kuchayadi, chunki barcha belgilar oldinda yanada katta to'qnashuvlar bo'lishidan darak beradi. Qahramonlar o'rtasidagi masofa endi nafaqat hissiy, balki jismoniy jihatdan ham sezila boshlaydi. Kimdir ketishga tayyor, kimdir esa qolib oxirgi bor urinib ko'rmoqchi. So'nggi bor so'zi bu yerda yana yangraydi, lekin endi u iltijo emas, balki og'ir ogohlantirishga o'xshaydi. 17-qism yakunida berilgan sahna esa tomoshabinni kuchli savollar bilan yolg'iz qoldiradi. Bu aniq yakun emas, balki ochiq tugun. Kim kechiradi, kim esa ortga qaytmaydi? Bu savollar javobsiz qoladi. Aynan shu ochiqlik serialni tomosha qilishni davom ettirishga majbur qiladi. Tomoshabin o'z-o'zidan keyingi qism haqida o'yla boshlaydi. Qahramonlarning taqdiriga befarq bo'la olmaydi. Umuman olganda, so'nggi bor yoxud kechir 2 serialining 17-qismi bu hissiy jihatdan juda kuchli, ma'noli va hayotiy epizod. Bu qism insonni shunchaki yig'latish yoki hayajonga solish bilan cheklanmaydi, balki ichki savollar berishga undaydi. Kechirish qanchalik qiyin, so'nggi imkon qachon haqiqatdan so'nggi bo'ladi va inson o'z baxti uchun qanchalik kurashishi kerak? Mana shu savollar 17-qismning asosiy mazmunini tashkil etadi. 17-qismning 3-qismida voqealar yanada ichkariga, inson qalbining eng qorong'i va eng og'riq qatlamlariga kirib boradi. Bu yerda endi qahramonlar nafaqat bir-biri bilan, balki o'z vijdoni bilan ham kurash olib boradi. Oldingi sahnalarda aytilgan gaplar, ochilgan sirlar va yarimta qolgan iqrorlar endi o'z ta'sirini ko'rsata boshlaydi. Har bir qahramonning yuragida bitta savol jaranglaydi. Agar hammasini bilib turib ham qolinsa, bu sevgi bo'ladimi yoki o'zini qurbon qilishmi? Serial aynan shu savolni ochiq qoldiradi va tomoshabinni qahramonlar bilan birga iztirob chekishga majbur qiladi. Qahramonlardan birining yolg'iz qolib, sukut ichida o'tirgan sahnasi ayniqsa kuchli ta'sir qiladi. Chunki bu jimlik ichida minglab aytilmagan so'zlar, minglab yutilgan ko'z yoshlar yashiringan bo'ladi. Bu qismda ayol qahramonning ruhiy holati markazga chiqadi. U tashqi tomondan sokin, hatto sovuqqon ko'rinishga harakat qiladi. Ammo ichida bo'ronlar kechayotganini tomoshabin aniq his qiladi. Uning har bir harakati, hatto mayda detallar ham ichki ikkilanishdan darak beradi. U bir tomondan oilani saqlab qolish haqida o'ylaydi, boshqa tomondan esa o'z qadr-qimmatini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Bu yerda serial juda muhim ijtimoiy masalaga tegadi. Ayol doimo kechirishga majburmi yoki uning ham yo'q deyishga haqqi bormi?
17-qism bu savolni baland ovozda bermasa-da, har bir sahnasi bilan uni tomoshabinning yuragiga joylaydi. Shu bilan birga erkak qahramonning ichki sinishi ham aniq ko'rsatiladi. U o'zini oqlashga harakat qilmaydi, lekin o'zini to'liq aybdor sifatida ham qabul qila olmaydi. Bu holat ko'plab insonlarga tanish, xato qilganini bilish, ammo o'sha xatoning og'irligini oxirigacha tan olishga kuch topa olmaslik. Uning ko'zlarida pushaymon bor, lekin bu pushaymon kechirim olishga yetarlimi yoki yo'qmi, bu savol ochiq qoladi. Serial bu yerda tomoshabinga hukm chiqarishni topshiradi va aynan shu uslub uni kuchli qiladi. 17-qismning ushbu qismida ikkinchi darajali qahramonlar ham muhim rol o'ynaydi. Ularning ba'zilari ataylab yoki bilmasdan vaziyatni yanada chigallashtiradi. Kimdir vaqt hammasini davolaydi deydi, kimdir esa bunday yashab bo'lmaydi degan keskin fikrni bildiradi. Bu qarama-qarshi maslahatlar asosiy qahramonlarni yanada ikkilanmaga soladi. Serial shu orqali shuni ko'rsatadiki, ba'zan eng yaqin odamlarning maslahatlari ham insonni to'g'ri yo'ldan chalg'itishi mumkin. Har kim o'z tajribasidan kelib chiqib gapiradi, ammo har bir dardning o'z og'irligi bor. Qism davomida ramziy sahnalar ko'payadi. Deraza ortidagi xira yorug'lik, asta-sekin qorayib borayotgan osmon, uzoqdan eshitilgan shovqinlar, bularning barchasi qahramonlar ichidagi notinchlikni aks ettiradi. Ayniqsa bir sahnada qahramonning oynaga qarab turishi juda kuchli ramziy ma'noga ega. U oynada o'zini ko'radi, ammo bu o'zini tanimaydi, go'yo u boshqa odamga aylanib qolgandek. Bu sahna inson xatolaridan keyin o'ziga begona bo'lib qolishi mumkinligini juda nozik tarzda ifodalaydi. 17-qismning 3-qismi oxiriga yaqinlashar ekan, tomoshabin sezadi, bu faqat bir qism emas, bu butun mavsumning eng muhim bo'g'inlaridan biridir. Chunki aynan shu yerda qahramonlar endi ortga yo'l yo'qligini anglay boshlaydi. Kimdir ketishga ichidan qaror qiladi, kimdir esa oxirgi bor umid qilishni tanlaydi. Bu umid zaif, ammo baribir tirik. Serial shu umidni butunlay o'ldirmaydi, chunki hayotda ham eng og'ir paytlarda inson aynan umid bilan yashaydi. Xulosa qilib aytganda, 17-qismning ushbu qismi tomoshabinni ruhiy jihatdan yanada chuqurroq holatga olib kiradi. Bu yerda katta voqealardan ko'ra ichki portlashlar muhimroq. Har bir nigoh, har bir sukut, har bir yarimta qaltan jumla alohida ma'noga ega. So'nggi bor yoxud kechir 2 seriali aynan shu qism orqali o'zining oddiy serial emas, balki inson ruhiyati haqidagi chuqur hikoya ekanini yana bir bor isbotlaydi. Boshlangan ichki portlashlar aynan shu 17-qismda asta-sekin tashqi harakatga, ochiq qarorlarga va qaytib bo'lmas yo'llarga aylanadi. Serial nomining o'zi so'nggi bor va kechir so'zlari bu epizodda o'zining eng chuqur ma'nosini ochib beradi. Chunki bu qismda kechirish oson emas, so'nggi bor imkon berish esa har bir qahramon uchun og'ir sinovga aylanadi. 17-qismi dastlabki daqiqalaridayoq muhitda sovuqlik, sukunat va ichdan kelayotgan bezoftalik seziladi. Go'yo har bir qahramon nimadir bo'lishini sezib turgandek, ammo baribir haqiqatdan qochishga urinayotgandek tasvirlanadi. Qism boshida biz avvalo bosh qahramonlarning ruhiy holatini ko'ramiz. Oldingi qism oxirida berilgan keskin sahna hali ham tomoshabinning xotirasida yangi va aynan shu hissiy yuk bilan 17-qism boshlanadi. Qahramonning nigohlarida pushaymon, lekin shu bilan birga g'urur var. Uning sukuti oddiy jimlik emas, balki ichida qaynab yotgan minglab so'zlarning aytilmay qolgan aksi sadosidir. U biladi, endi vaqt o'tmadi, endi har bir qaror taqdirni butunlay o'zgartiradi. Serial rejissyorlari aynan shu yerda kamerani sekinlashtirib, qahramonning yuz ifodalariga urg'u berish orqali tomoshabinni uning ichki dunyosiga yaqinlashtiradi. Bu jim sahnalar ko'p narsani aytadi. Kechirish ham birdek og'ir ekanini. 17-qismda munosabatlar chizig'i yanada murakkablashadi. Agar oldingi qismlarda qahramonlar ko'proq his-tuyg'ularini yashirishga, o'zlarini oqlashga harakat qilgan bo'lsa, bu qismda esa haqiqat qochib bo'lmaydigan darajaga yetadi. Ayniqsa ikki markaziy qahramon o'rtasidagi suhbat bu oddiy dialog emas, balki yillar davomida yig'ilib kelgan alam, ishonchsizlik va umidlarning portlashidir. Ularning so'zlari orasida ko'p narsa aytilmay qoladi, lekin aynan shu aytilmagan gaplar sahnani yanada og'irlashtiradi. Tomoshabin bu yerda bir savol bilan yolg'iz qoladi. Agar kechirish imkon bo'lsa ham, inson o'z yuragidagi jarohatlarni unutishga qodirmi? Bu qismda ikkinchi darajali qahramonlar ham fon rolida qolib ketmaydi. Aksincha, ular asosiy voqealarning katalizatoriga aylanadi. Ularning har biri o'z harakati bilan asosiy qahramonlarni qaror qabul qilishga majbur qiladi. Kimdir bilib bilmay bosim o'tkazadi, kimdir esa o'z manfaatini o'ylab vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Ayniqsa bir qahramonning kutilmagan chiqishi va aytgan so'zlari butun voqealar oqimini boshqa tomonga buradi. Bu sahnada serial mualliflari juda nozik psixologik usuldan foydalangan.
Aytilgan gaplar oddiydek tuyuladi, ammo ularning orqasida katta haqiqat yotadi. Tomoshabin shu yerda tushunadi, ba'zan eng katta zarbani begona emas, eng yaqin odam beradi. 17-qismning o'rtalariga kelib, dramatik taranglik yanada kuchayadi. Qahramonlar endi faqat his-tuyg'ular bilan emas, real oqibatlar bilan ham yuzlashadi. Qilingan xatolar endi faqat ichki azob emas, balki tashqi muammolarga ham sabab bo'ladi. Bu yerda serial ijtimoiy mavzularni ham ochib beradi. Oilaviy ishonch, jamiyat bosimi, obro' va sha'ni tushunchalari qahramonlar hayotiga qanday ta'sir qilishini ko'ramiz. Ayniqsa ayol qahramonning ichki monologi juda kuchli berilgan. U bir tomondan kechirishni istaydi, chunki yuragi hali ham sevadi. Boshqa tomondan esa o'zini yo'qotishdan, yana aldangan ayolga aylanishdan qo'rqadi. Bu ikkilanma holat ko'plab tomoshabinlar uchun juda tanish. Shu sababli sahnalar yurakka tez yetib boradi. Serialning bu qismida ramziy detallar ham juda ko'p. Masalan, fon musiqasi sekin lekin og'ir, go'yo yurak urishiga o'xshaydi. Yorug'lik va ranglar sovuq ohangda tanlangan. Bu esa qahramonlar orasidagi masofani yanada kuchaytiradi. Ba'zi sahnalarda esa aksincha, iliq ranglar paydo bo'ladi. Bu umidning so'nmaganini, kechirish hali ham mumkinligini eslatib turadi. Rejissyor bu kontrastlar orqali tomoshabinga so'zsiz xabar beradi. Hayot ham xuddi shunday. Qorong'ilik va nur doim yonma-yon yuradi. 17-qism oxiriga yaqinlashgan sari tomoshabin ichida savollar ko'payadi, javoblar esa kamroq bo'lib boradi. Aynan shu epizod serialning burilish nuqtasi sifatida xizmat qiladi. Bu qismdan keyin hech narsa avvalgidek bo'lmasligi aniq. Qahramonlardan biri qabul qilgan qaror butun voqealar rivojini o'zgartiradi va bu qaror nafaqat o'zi, balki atrofidagi barcha odamlar hayotiga ta'sir qiladi. Bu yerda so'nggi bor tushunchasi alohida ahamiyat kasb etadi. Bu haqiqatdan ham so'ngimi yoki inson o'zini aldayaptimi degan savol ochiq qoladi. Xulosa qilib aytganda, so'nggi bor yoxud kechir 2 serialining 17-qismi hissiy jihatdan juda og'ir, mazmunan chuqur va psixologik tomondan puxta ishlangan epizoddir. Bu qism tomoshabinni faqat kuzatuvchi emas, balki ichki suhbatga kirishishga majbur qiladi. Har bir sahna, har bir dialog, hatto sukunat ham ma'noga ega. Bu faqat serial emas, bu inson qalbi haqida hikoya. Va aynan shu sababli 17-qism tomoshabinning xotirasida uzoq vaqt qoladi. 17-qism davom etar ekan, voqealar endi faqat ichki kechinmalar bilan cheklanib qolmaydi, balki qahramonlar hayotida real burilishlarga sabab bo'la boshlaydi. Aynan shu nuqtada serial tomoshabinga shuni ko'rsatadiki, inson qancha jim tursa ham, qancha hislarini ichiga yutsa ham, haqiqat baribir yuzaga chiqadi. Qahramonlarning yuzidagi charchoq, ko'zlaridagi ishonchsizlik va har bir so'zdan oldin keladigan sukut bu qismda yanada chuqurroq ma'no kasb etadi. Bu sukut qo'rquvning, pushaymonning va yo'qotishdan bo'lgan vahimaning sukutidir. 17-qism aynan shu ruhiy bosimni tomoshabinga his qildirish orqali o'z kuchini namoyon etadi. Bu qismda asosiy qahramonlardan biri nihoyat ichida yillar davomida yig'ilib kelgan haqiqatni ochishga majbur bo'ladi. U ilgari bu so'zlarni aytmaslik orqali o'zini himoya qilyapman deb o'ylagan edi, ammo endi tushunadi. Sukut ham xiyonatga teng bo'lishi mumkin. Uning gaplari uzilib chiqadi, go'yo har bir jumla yuragidan sug'urib olinayotgandek. Bu sahnada aktyorlik mahorati juda kuchli seziladi. Ovoz titrashi, ko'zlardan qochirilgan nigohlar va to'satdan kelib qolgan sukut tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Bu yerda serial shunchaki voqeani emas, balki insonning ichki sindirilishini ko'rsatadi. Shu bilan birga qarama-qarshi tomonda turgan qahramonning holati ham oson emas. U eshitgan haqiqatni qabul qilish bilan rad etish o'rtasida qoladi. Bir tomondan u allaqachon ko'p narsani sezib yurgan, ichidan bu haqiqatga tayyor bo'lgan, ammo ikkinchi tomondan buni ochiq eshitish uning uchun og'ir zarbaga aylanadi. Aynan shu yerda serial kechirish tushunchasini juda murakkab savol sifatida qo'yadi. Kechirish bu kuchmi yoki ojizlikmi? Bu savolga serial javob bermaydi, balki tomoshabinni o'ylashga majbur qiladi. Chunki har bir inson uchun bu javob boshqacha. 17-qismda oilaviy munosabatlar yanada keskinlashadi. Ota-ona, aka-uka, opa-singil o'rtasidagi suhbatlar oddiy maslahat darajasidan chiqib, ayblov va oqlov shakliga o'tadi. Kimdir sabr qil deydi, kimdir esa o'zingni o'yla degan fikrni ilgari suradi. Bu yerda jamiyatning an'anaviy qarashlari bilan shaxsiy baxt o'rtasidagi ziddiyat juda aniq ko'rsatilgan. Ayniqsa ayol qahramonga nisbatan bosim kuchli. Undan hamma tushunishni, kechirishni, oilani saqlab qolishni kutadi, lekin uning ichidagi og'riqni deyarli hech kim ko'rmaydi. Bu sahnalar ko'plab tomoshabinlar uchun juda tanish bo'lgani sababli serial yana bir bor real hayotga yaqinlashadi. Qism davomida kichik ammo muhim detallar orqali kelajakdagi voqealarga ishoralar beriladi. Bir qarashda ahamiyatsiz bo'lib tuyulgan qarashlar, telefon qo'ng'iroqlari yoki yarimta qolgan jumlalar aslida keyingi qismlarda katta rol o'ynashini sezdiradi. Rejissyor bu yerda tomoshabinni hushyor tutadi,
Go'yo diqqat bilan qarang, bu hali oxiri emas degandek. Aynan shu uslub serialni oddiy melodramadan ko'ra chuqurroq darajaga olib chiqadi. 17-qismning ikkinchi yarmida esa keskinlik yana oshadi. Qahramonlardan biri kutilmagan qaror qabul qiladi. Bu qaror nafaqat uning o'z hayotini, balki atrofidagi barcha odamlar taqdirini ham o'zgartirishga qodir. Eng og'riqli jihat shundaki, bu qaror hissiyot bilan emas, charchov va umidsizlik bilan qabul qilinadi. Inson ba'zan shunchaki og'riqdan qochish uchun qaror qabul qiladi. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? Bu savol keyinga qoladi. Serial aynan shu ruhiy holatni juda aniq ochib beradi. Qism oxiriga yaqinlashgan sari tomoshabinda xavotir kuchayadi. Chunki barcha belgilar oldinda yanada katta to'qnashuvlar bo'lishidan darak beradi. Qahramonlar o'rtasidagi masofa endi nafaqat hissiy, balki jismoniy jihatdan ham sezila boshlaydi. Kimdir ketishga tayyor, kimdir esa qolib oxirgi bor urinib ko'rmoqchi. So'nggi bor so'zi bu yerda yana yangraydi, lekin endi u iltijo emas, balki og'ir ogohlantirishga o'xshaydi. 17-qism yakunida berilgan sahna esa tomoshabinni kuchli savollar bilan yolg'iz qoldiradi. Bu aniq yakun emas, balki ochiq tugun. Kim kechiradi, kim esa ortga qaytmaydi? Bu savollar javobsiz qoladi. Aynan shu ochiqlik serialni tomosha qilishni davom ettirishga majbur qiladi. Tomoshabin o'z-o'zidan keyingi qism haqida o'yla boshlaydi. Qahramonlarning taqdiriga befarq bo'la olmaydi. Umuman olganda, so'nggi bor yoxud kechir 2 serialining 17-qismi bu hissiy jihatdan juda kuchli, ma'noli va hayotiy epizod. Bu qism insonni shunchaki yig'latish yoki hayajonga solish bilan cheklanmaydi, balki ichki savollar berishga undaydi. Kechirish qanchalik qiyin, so'nggi imkon qachon haqiqatdan so'nggi bo'ladi va inson o'z baxti uchun qanchalik kurashishi kerak? Mana shu savollar 17-qismning asosiy mazmunini tashkil etadi. 17-qismning 3-qismida voqealar yanada ichkariga, inson qalbining eng qorong'i va eng og'riq qatlamlariga kirib boradi. Bu yerda endi qahramonlar nafaqat bir-biri bilan, balki o'z vijdoni bilan ham kurash olib boradi. Oldingi sahnalarda aytilgan gaplar, ochilgan sirlar va yarimta qolgan iqrorlar endi o'z ta'sirini ko'rsata boshlaydi. Har bir qahramonning yuragida bitta savol jaranglaydi. Agar hammasini bilib turib ham qolinsa, bu sevgi bo'ladimi yoki o'zini qurbon qilishmi? Serial aynan shu savolni ochiq qoldiradi va tomoshabinni qahramonlar bilan birga iztirob chekishga majbur qiladi. Qahramonlardan birining yolg'iz qolib, sukut ichida o'tirgan sahnasi ayniqsa kuchli ta'sir qiladi. Chunki bu jimlik ichida minglab aytilmagan so'zlar, minglab yutilgan ko'z yoshlar yashiringan bo'ladi. Bu qismda ayol qahramonning ruhiy holati markazga chiqadi. U tashqi tomondan sokin, hatto sovuqqon ko'rinishga harakat qiladi. Ammo ichida bo'ronlar kechayotganini tomoshabin aniq his qiladi. Uning har bir harakati, hatto mayda detallar ham ichki ikkilanishdan darak beradi. U bir tomondan oilani saqlab qolish haqida o'ylaydi, boshqa tomondan esa o'z qadr-qimmatini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Bu yerda serial juda muhim ijtimoiy masalaga tegadi. Ayol doimo kechirishga majburmi yoki uning ham yo'q deyishga haqqi bormi? 17-qism bu savolni baland ovozda bermasa-da, har bir sahnasi bilan uni tomoshabinning yuragiga joylaydi. Shu bilan birga erkak qahramonning ichki sinishi ham aniq ko'rsatiladi. U o'zini oqlashga harakat qilmaydi, lekin o'zini to'liq aybdor sifatida ham qabul qila olmaydi. Bu holat ko'plab insonlarga tanish, xato qilganini bilish, ammo o'sha xatoning og'irligini oxirigacha tan olishga kuch topa olmaslik. Uning ko'zlarida pushaymon bor, lekin bu pushaymon kechirim olishga yetarlimi yoki yo'qmi, bu savol ochiq qoladi. Serial bu yerda tomoshabinga hukm chiqarishni topshiradi va aynan shu uslub uni kuchli qiladi. 17-qismning ushbu qismida ikkinchi darajali qahramonlar ham muhim rol o'ynaydi. Ularning ba'zilari ataylab yoki bilmasdan vaziyatni yanada chigallashtiradi. Kimdir vaqt hammasini davolaydi deydi, kimdir esa bunday yashab bo'lmaydi degan keskin fikrni bildiradi. Bu qarama-qarshi maslahatlar asosiy qahramonlarni yanada ikkilanmaga soladi. Serial shu orqali shuni ko'rsatadiki, ba'zan eng yaqin odamlarning maslahatlari ham insonni to'g'ri yo'ldan chalg'itishi mumkin. Har kim o'z tajribasidan kelib chiqib gapiradi, ammo har bir dardning o'z og'irligi bor. Qism davomida ramziy sahnalar ko'payadi. Deraza ortidagi xira yorug'lik, asta-sekin qorayib borayotgan osmon, uzoqdan eshitilgan shovqinlar, bularning barchasi qahramonlar ichidagi notinchlikni aks ettiradi. Ayniqsa bir sahnada qahramonning oynaga qarab turishi juda kuchli ramziy ma'noga ega. U oynada o'zini ko'radi, ammo bu o'zini tanimaydi, go'yo u boshqa odamga aylanib qolgandek. Bu sahna inson xatolaridan keyin o'ziga begona bo'lib qolishi mumkinligini juda nozik tarzda ifodalaydi. 17-qismning 3-qismi oxiriga yaqinlashar ekan, tomoshabin sezadi, bu faqat bir qism emas, bu butun mavsumning eng muhim bo'g'inlaridan biridir. Chunki aynan shu yerda qahramonlar endi ortga yo'l yo'qligini anglatishlaydi. Kimdir ketishga ichidan qaror qiladi, kimdir esa oxirgi bor umid qilishni sekin tashqi harakatga, ochiq qarorlarga va qaytib bo'lmas yo'llarga aylanadi. Serial nomining o'zi
so'nggi bor va kechir so'zlari bu epizodda o'zining eng chuqur ma'nosini ochib beradi. Chunki bu qismda kechirish oson emas, so'nggi bor imkon berish esa har bir qahramon uchun og'ir sinovga aylanadi. 17-qismi dastlabki daqiqalaridayoq muhitda sovuqlik, sukunat va ichdan kelayotgan bezoftalik seziladi. Go'yo har bir qahramon nimadir bo'lishini sezib turgandek, ammo baribir haqiqatdan qochishga urinayotgandek tasvirlanadi. Qism boshida biz avvalo bosh qahramonlarning ruhiy holatini ko'ramiz. Oldingi qism oxirida berilgan keskin sahna hali ham tomoshabinning xotirasida yangi va aynan shu hissiy yuk bilan 17-qism boshlanadi. Qahramonning nigohlanida pushaymon, lekin shu bilan birga g'urur var. Uning sukuti oddiy jimlik emas, balki ichida qaynab yotgan minglab so'zlarning aytilmay qolgan aksi sadosidir. U biladi, endi vaqt o'tmadi. Endi har bir qaror taqdirni butunlay o'zgartiradi. Serial rejissyorlari aynan shu yerda kamerani sekinlashtirib, qahramonning yuz ifodalariga urg'u berish orqali tomoshabinni uning ichki dunyosiga yaqinlashtiradi. Bu jim sahnalar ko'p narsani aytadi. Kechirish ham birdek og'ir ekanini. 17-qismda munosabatlar chizig'i yanada murakkablashadi. Agar oldingi qismlarda qahramonlar ko'proq his-tuyg'ularini yashirishga, o'zlarini oqlashga harakat qilgan bo'lsa, bu qismda esa haqiqat qochib bo'lmaydigan darajaga yetadi. Ayniqsa ikki markaziy qahramon o'rtasidagi suhbat bu oddiy dialog emas, balki yillar davomida yig'ilib kelgan alam, ishonchsizlik va umidlarning portlashidir. Ularning so'zlari orasida ko'p narsa aytilmay qoladi, lekin aynan shu aytilmagan gaplar sahnani yanada og'irlashtiradi. Tomoshabin bu yerda bir savol bilan yolg'iz qoladi. Agar kechirish imkon bo'lsa ham, inson o'z yuragidagi jarohatlarni unutishga qodirmi? Bu qismda ikkinchi darajali qahramonlar ham fon rolida qolib ketmaydi. Aksincha, ular asosiy voqealarning katalizatoriga aylanadi. Ularning har biri o'z harakati bilan asosiy qahramonlarni qaror qabul qilishga majbur qiladi. Kimdir bilib-bilmay bosim o'tkazadi, kimdir esa o'z manfaatini o'ylab vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Ayniqsa bir qahramonning kutilmagan chiqishi va aytgan so'zlari butun voqealar oqimini boshqa tomonga buradi. Bu sahnada serial mualliflari juda nozik psixologik usuldan foydalangan. Aytilgan gaplar oddiydek tuyuladi, ammo ularning orqasida katta haqiqat yotadi. Tomoshabin shu yerda tushunadi, ba'zan eng katta zarbani begona emas, eng yaqin odam beradi. 17-qismning o'rtalariga kelib, dramatik taranglik yanada kuchayadi. Qahramonlar endi faqat his-tuyg'ular bilan emas, real oqibatlar bilan ham yuzlashadi. Qilingan xatolar endi faqat ichki azob emas, balki tashqi muammolarga ham sabab bo'ladi. Bu yerda serial ijtimoiy mavzularni ham ochib beradi. Oilaviy ishonch, jamiyat bosimi, obro' va sha'ni tushunchalari qahramonlar hayotiga qanday ta'sir qilishini ko'ramiz. Ayniqsa ayol qahramonning ichki monologi juda kuchli berilgan. U bir tomondan kechirishni istaydi, chunki yuragi hali ham sevadi. Boshqa tomondan esa o'zini yo'qotishdan, yana aldangan ayolga aylanishdan qo'rqadi. Bu ikkilanma holat ko'plab tomoshabinlar uchun juda tanish. Shu sababli sahnalar yurakka tez yetib boradi. Serialning bu qismida ramziy detallar ham juda ko'p. Masalan, fon musiqasi sekin lekin og'ir, go'yo yurak urishiga o'xshaydi. Yorug'lik va ranglar sovuq ohangda tanlangan. Bu esa qahramonlar orasidagi masofani yanada kuchaytiradi. Ba'zi sahnalarda esa aksincha, iliq ranglar paydo bo'ladi. Bu umidning so'nmaganini, kechirish hali ham mumkinligini eslatib turadi. Rejissyor bu kontrastlar orqali tomoshabinga so'zsiz xabar beradi. Hayot ham xuddi shunday. Qorong'ilik va nur doim yonma-yon yuradi. 17-qism oxiriga yaqinlashgan sari tomoshabin ichida savollar ko'payadi, javoblar esa kamroq bo'lib boradi. Aynan shu epizod serialning burilish nuqtasi sifatida xizmat qiladi. Bu qismdan keyin hech narsa avvalgidek bo'lmasligi aniq. Qahramonlardan biri qabul qilgan qaror butun voqealar rivojini o'zgartiradi va bu qaror nafaqat o'zi, balki atrofidagi barcha odamlar hayotiga ta'sir qiladi. Bu yerda so'nggi bor tushunchasi alohida ahamiyat kasb etadi. Bu haqiqatdan ham so'ngimi yoki inson o'zini aldayaptimi degan savol ochiq qoladi. Xulosa qilib aytganda, so'nggi bor yoxud kechir 2 serialining 17-qismi hissiy jihatdan juda og'ir, mazmunan chuqur va psixologik tomondan puxta ishlangan epizoddir. Bu qism tomoshabinni faqat kuzatuvchi emas, balki ichki suhbatga kirishishga majbur qiladi. Har bir sahna, har bir dialog, hatto sukunat ham ma'noga ega. Bu faqat serial emas, bu inson qalbi haqida hikoya.
va aynan shu sababli 17-qism tomoshabinning xotirasida uzoq vaqt qoladi. 17-qism davom etar ekan, voqealar endi faqat ichki kechinmalar bilan cheklanib qolmaydi, balki qahramonlar hayotida real burilishlarga sabab bo'la boshlaydi. Aynan shu nuqtada serial tomoshabinga shuni ko'rsatadiki, inson qancha jim tursa ham, qancha hislarini ichiga yutsa ham, haqiqat baribir yuzaga chiqadi. Qahramonlarning yuzidagi charchoq, ko'zlaridagi ishonchsizlik va har bir so'zdan oldin keladigan sukut bu qismda yanada chuqurroq ma'no kasb etadi. Bu sukut qo'rquvning, pushaymonning va yo'qotishdan bo'lgan vahimaning sukutidir. 17-qism aynan shu ruhiy bosimni tomoshabinga his qildirish orqali o'z kuchini namoyon etadi. Bu qismda asosiy qahramonlardan biri nihoyat ichida yillar davomida yig'ilib kelgan haqiqatni ochishga majbur bo'ladi. U ilgari bu so'zlarni aytmaslik orqali o'zini himoya qilyapman deb o'ylagan edi, ammo endi tushunadi. Sukut ham xiyonatga teng bo'lishi mumkin. Uning gaplari uzilib chiqadi, go'yo har bir jumla yuragidan sug'urib olinayotgandek. Bu sahnada aktyorlik mahorati juda kuchli seziladi. Ovoz titrashi, ko'zlardan qochirilgan nigohlar va to'satdan kelib qolgan sukut tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Bu yerda serial shunchaki voqeani emas, balki insonning ichki sindirilishini ko'rsatadi. Shu bilan birga qarama-qarshi tomonda turgan qahramonning holati ham oson emas. U eshitgan haqiqatni qabul qilish bilan rad etish o'rtasida qoladi. Bir tomondan u allaqachon ko'p narsani sezib yurgan, ichidan bu haqiqatga tayyor bo'lgan, ammo ikkinchi tomondan buni ochiq eshitish uning uchun og'ir zarbaga aylanadi. Aynan shu yerda serial kechirish tushunchasini juda murakkab savol sifatida qo'yadi. Kechirish bu kuchmi yoki ojizlikmi? Bu savolga serial javob bermaydi, balki tomoshabinni o'ylashga majbur qiladi. Chunki har bir inson uchun bu javob boshqacha. 17-qismda oilaviy munosabatlar yanada keskinlashadi. Ota-ona, aka-uka, opa-singil o'rtasidagi suhbatlar oddiy maslahat darajasidan chiqib, ayblov va oqlov shakliga o'tadi. Kimdir sabr qil deydi, kimdir esa o'zingni o'yla degan fikrni ilgari suradi. Bu yerda jamiyatning an'anaviy qarashlari bilan shaxsiy baxt o'rtasidagi ziddiyat juda aniq ko'rsatilgan. Ayniqsa ayol qahramonga nisbatan bosim kuchli. Undan hamma tushunishni, kechirishni, oilani saqlab qolishni kutadi, lekin uning ichidagi og'riqni deyarli hech kim ko'rmaydi. Bu sahnalar ko'plab tomoshabinlar uchun juda tanish bo'lgani sababli serial yana bir bor real hayotga yaqinlashadi. Qism davomida kichik ammo muhim detallar orqali kelajakdagi voqealarga ishoralar beriladi. Bir qarashda ahamiyatsiz bo'lib tuyulgan qarashlar, telefon qo'ng'iroqlari yoki yarimta qolgan jumlalar aslida keyingi qismlarda katta rol o'ynashini sezdiradi. Rejissyor bu yerda tomoshabinni hushyor tutadi. Go'yo diqqat bilan qarang, bu hali oxiri emas degandek. Aynan shu uslub serialni oddiy melodramadan ko'ra chuqurroq darajaga olib chiqadi. 17-qismning ikkinchi yarmida esa keskinlik yana oshadi. Qahramonlardan biri kutilmagan qaror qabul qiladi. Bu qaror nafaqat uning o'z hayotini, balki atrofidagi barcha odamlar taqdirini ham o'zgartirishga qodir. Eng og'riqli jihati shundaki, bu qaror hissiyot bilan emas, charchov va umidsizlik bilan qabul qilinadi. Inson ba'zan shunchaki og'riqdan qochish uchun qaror qabul qiladi. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? Bu savol keyinga qoladi. Serial aynan shu ruhiy holatni juda aniq ochib beradi. Qism oxiriga yaqinlashgan sari tomoshabinda xavotir kuchayadi, chunki barcha belgilar oldinda yanada katta to'qnashuvlar bo'lishidan darak beradi. Qahramonlar o'rtasidagi masofa endi nafaqat hissiy, balki jismoniy jihatdan ham sezila boshlaydi. Kimdir ketishga tayyor, kimdir esa qolib oxirgi bor urinib ko'rmoqchi. So'nggi bor so'zi bu yerda yana yangraydi, lekin endi u iltijo emas, balki og'ir ogohlantirishga o'xshaydi. 17-qism yakunida berilgan sahna esa tomoshabinni kuchli savollar bilan yolg'iz qoldiradi. Bu aniq yakun emas, balki ochiq tugun. Kim kechiradi, kim esa ortga qaytmaydi? Bu savollar javobsiz qoladi. Aynan shu ochiqlik serialni tomosha qilishni davom ettirishga majbur qiladi. Tomoshabin o'z-o'zidan keyingi qism haqida o'yla boshlaydi. Qahramonlarning taqdiriga befarq bo'la olmaydi. Umuman olganda, so'nggi bor yoxud kechir 2 serialining 17-qismi bu hissiy jihatdan juda kuchli, ma'noli va hayotiy epizod. Bu qism insonni shunchaki yig'latish yoki hayajonga solish bilan cheklanmaydi, balki ichki savollar berishga undaydi. Kechirish qanchalik qiyin, so'nggi imkon qachon haqiqatdan so'nggi bo'ladi va inson o'z baxti uchun qanchalik kurashishi kerak? Mana shu savollar 17-qismning asosiy mazmunini tashkil etadi. 17-qismning 3-qismida voqealar yanada ichkariga, inson qalbining eng qorong'i va eng og'riq qatlamlariga kirib boradi. Bu yerda endi qahramonlar nafaqat bir-biri bilan, balki o'z vijdoni bilan ham kurash olib boradi. Oldingi sahnalarda aytilgan gaplar, ochilgan sirlar va yarimta qolgan iqrorlar endi o'z ta'sirini ko'rsata boshlaydi. Har bir qahramonning yuragida bitta savol jaranglaydi. Agar hammasini bilib turib ham qolinsa, bu sevgi bo'ladimi yoki o'zini qurbon qilishmi? Serial aynan shu savolni ochiq qoldiradi va tomoshabinni qahramonlar bilan birga iztirob chekishga majbur qiladi.
Qahramonlardan birining yolg'iz qolib, sukut ichida o'tirgan sahnasi ayniqsa kuchli ta'sir qiladi. Chunki bu jimlik ichida minglab aytilmagan so'zlar, minglab yutilgan ko'z yoshlar yashiringan bo'ladi. Bu qismda ayol qahramonning ruhiy holati markazga chiqadi. U tashqi tomondan sokin, hatto sovuqqon ko'rinishga harakat qiladi. Ammo ichida bo'ronlar kechayotganini tomoshabin aniq his qiladi. Uning har bir harakati, hatto mayda detallar ham ichki ikkilanishdan darak beradi. U bir tomondan oilani saqlab qolish haqida o'ylaydi, boshqa tomondan esa o'z qadr-qimmatini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Bu yerda serial juda muhim ijtimoiy masalaga tegadi. Ayol doimo kechirishga majburmi yoki uning ham yo'q deyishga haqqi bormi? 17-qism bu savolni baland ovozda bermasa-da, har bir sahnasi bilan uni tomoshabinning yuragiga joylaydi. Shu bilan birga erkak qahramonning ichki sinishi ham aniq ko'rsatiladi. U o'zini oqlashga harakat qilmaydi, lekin o'zini to'liq aybdor sifatida ham qabul qila olmaydi. Bu holat ko'plab insonlarga tanish, xato qilganini bilish, ammo o'sha xatoning og'irligini oxirigacha tan olishga kuch topa olmaslik. Uning ko'zlarida pushaymon bor, lekin bu pushaymon kechirim olishga yetarlimi yoki yo'qmi, bu savol ochiq qoladi. Serial bu yerda tomoshabinga hukm chiqarishni topshiradi va aynan shu uslub uni kuchli qiladi. 17-qismning ushbu qismida ikkinchi darajali qahramonlar ham muhim rol o'ynaydi. Ularning ba'zilari ataylab yoki bilmasdan vaziyatni yanada chigallashtiradi. Kimdir vaqt hammasini davolaydi deydi, kimdir esa bunday yashab bo'lmaydi degan keskin fikrni bildiradi. Bu qarama-qarshi maslahatlar asosiy qahramonlarni yanada ikkilanmaga soladi. Serial shu orqali shuni ko'rsatadiki, ba'zan eng yaqin odamlarning maslahatlari ham insonni to'g'ri yo'ldan chalg'itishi mumkin. Har kim o'z tajribasidan kelib chiqib gapiradi, ammo har bir dardning o'z og'irligi bor. Qism davomida ramziy sahnalar ko'payadi. Deraza ortidagi xira yorug'lik, asta-sekin qorayib borayotgan osmon, uzoqdan eshitilgan shovqinlar, bularning barchasi qahramonlar ichidagi notinchlikni aks ettiradi. Ayniqsa bir sahnada qahramonning oynaga qarab turishi juda kuchli ramziy ma'noga ega. U oynada o'zini ko'radi, ammo bu o'zini tanimaydi, go'yo u boshqa odamga aylanib qolgandek. Bu sahna inson xatolaridan keyin o'ziga begona bo'lib qolishi mumkinligini juda nozik tarzda ifodalaydi. 17-qismning 3-qismi oxiriga yaqinlashar ekan, tomoshabin sezadi, bu faqat bir qism emas, bu butun mavsumning eng muhim bo'g'inlaridan biridir. Chunki aynan shu yerda qahramonlar endi ortga yo'l yo'qligini anglay boshlaydi. Kimdir ketishga ichidan qaror qiladi. Yoshlar aynan shu 17-qismda asta-sekin tashqi harakatga, ochiq qarorlarga va qaytib bo'lmas yo'llarga aylanadi. Serial nomining o'zi so'nggi bor va kechir so'zlari bu epizodda o'zining eng chuqur ma'nosini ochib beradi. Chunki bu qismda kechirish oson emas, so'nggi bor imkon berish esa har bir qahramon uchun og'ir sinovga aylanadi. 17-qismi dastlabki daqiqalaridayoq muhitda sovuqlik, sukunat va ichdan kelayotgan bezoftalik seziladi. Go'yo har bir qahramon nimadir bo'lishini sezib turgandek, ammo baribir haqiqatdan qochishga urinayotgandek tasvirlanadi. Qism boshida biz avvalo bosh qahramonlarning ruhiy holatini ko'ramiz. Oldingi qism oxirida berilgan keskin sahna hali ham tomoshabinning xotirasida yangi va aynan shu hissiy yuk bilan 17-qism boshlanadi. Qahramonning nigohlarida pushaymon, lekin shu bilan birga g'urur var. Uning sukuti oddiy jimlik emas, balki ichida qaynab yotgan minglab so'zlarning aytilmay qolgan aksi sadosidir. U biladi, endi vaqt o'tmadi, endi har bir qaror taqdirni butunlay o'zgartiradi. Serial rejissyorlari aynan shu yerda kamerani sekinlashtirib, qahramonning yuz ifodalariga urg'u berish orqali tomoshabinni uning ichki dunyosiga yaqinlashtiradi. Bu jim sahnalar ko'p narsani aytadi. Kechirish ham birdek og'ir ekanini. 17-qismda munosabatlar chizig'i yanada murakkablashadi. Agar oldingi qismlarda qahramonlar ko'proq his-tuyg'ularini yashirishga, o'zlarini oqlashga harakat qilgan bo'lsa, bu qismda esa haqiqat qochib bo'lmaydigan darajaga yetadi. Ayniqsa ikki markaziy qahramon o'rtasidagi suhbat bu oddiy dialog emas, balki yillar davomida yig'ilib kelgan alam, ishonchsizlik va umidlarning portlashidir. Ularning so'zlari orasida ko'p narsa aytilmay qoladi, lekin aynan shu aytilmagan gaplar sahnani yanada og'irlashtiradi. Tomoshabin bu yerda bir savol bilan yolg'iz qoladi. Agar kechirish imkon bo'lsa ham, inson o'z yuragidagi jarohatlarni unutishga qodirmi?
Bu qismda ikkinchi darajali qahramonlar ham fon rolida qolib ketmaydi. Aksincha, ular asosiy voqealarning katalizatoriga aylanadi. Ularning har biri o'z harakati bilan asosiy qahramonlarni qaror qabul qilishga majbur qiladi. Kimdir bilib-bilmay bosim o'tkazadi, kimdir esa o'z manfaatini o'ylab vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Ayniqsa bir qahramonning kutilmagan chiqishi va aytgan so'zlari butun voqealar oqimini boshqa tomonga buradi. Bu sahnada serial mualliflari juda nozik psixologik usuldan foydalangan. Aytilgan gaplar oddiydek tuyuladi, ammo ularning orqasida katta haqiqat yotadi. Tomoshabin shu yerda tushunadi, ba'zan eng katta zarbani begona emas, eng yaqin odam beradi. 17-qismning o'rtalariga kelib, dramatik taranglik yanada kuchayadi. Qahramonlar endi faqat his-tuyg'ular bilan emas, real oqibatlar bilan ham yuzlashadi. Qilingan xatolar endi faqat ichki azob emas, balki tashqi muammolarga ham sabab bo'ladi. Bu yerda serial ijtimoiy mavzularni ham ochib beradi. Oilaviy ishonch, jamiyat bosimi, obro' va sha'ni tushunchalari qahramonlar hayotiga qanday ta'sir qilishini ko'ramiz. Ayniqsa ayol qahramonning ichki monologi juda kuchli berilgan. U bir tomondan kechirishni istaydi, chunki yuragi hali ham sevadi. Boshqa tomondan esa o'zini yo'qotishdan, yana aldangan ayolga aylanishdan qo'rqadi. Bu ikkilanma holat ko'plab tomoshabinlar uchun juda tanish. Shu sababli sahnalar yurakka tez yetib boradi. Serialning bu qismida ramziy detallar ham juda ko'p. Masalan, fon musiqasi sekin lekin og'ir, go'yo yurak urishiga o'xshaydi. Yorug'lik va ranglar sovuq ohangda tanlangan. Bu esa qahramonlar orasidagi masofani yanada kuchaytiradi. Ba'zi sahnalarda esa aksincha, iliq ranglar paydo bo'ladi. Bu umidning so'nmaganini, kechirish hali ham mumkinligini eslatib turadi. Rejissyor bu kontrastlar orqali tomoshabinga so'zsiz xabar beradi. Hayot ham xuddi shunday. Qorong'ilik va nur doim yonma-yon yuradi. 17-qism oxiriga yaqinlashgan sari tomoshabin ichida savollar ko'payadi, javoblar esa kamroq bo'lib boradi. Aynan shu epizod serialning burilish nuqtasi sifatida xizmat qiladi. Bu qismdan keyin hech narsa avvalgidek bo'lmasligi aniq. Qahramonlardan biri qabul qilgan qaror butun voqealar rivojini o'zgartiradi va bu qaror nafaqat o'zi, balki atrofidagi barcha odamlar hayotiga ta'sir qiladi. Bu yerda so'nggi bor tushunchasi alohida ahamiyat kasb etadi. Bu haqiqatdan ham so'ngimi yoki inson o'zini aldayaptimi degan savol ochiq qoladi. Xulosa qilib aytganda, so'nggi bor yoxud kechir 2 serialining 17-qismi hissiy jihatdan juda og'ir, mazmunan chuqur va psixologik tomondan puxta ishlangan epizoddir. Bu qism tomoshabinni faqat kuzatuvchi emas, balki ichki suhbatga kirishishga majbur qiladi. Har bir sahna, har bir dialog, hatto sukunat ham ma'noga ega. Bu faqat serial emas, bu inson qalbi haqida hikoya. Va aynan shu sababli 17-qism tomoshabinning xotirasida uzoq vaqt qoladi. 17-qism davom etar ekan, voqealar endi faqat ichki kechinmalar bilan cheklanib qolmaydi, balki qahramonlar hayotida real burilishlarga sabab bo'la boshlaydi. Aynan shu nuqtada serial tomoshabinga shuni ko'rsatadiki, inson qancha jim tursa ham, qancha hislarini ichiga yutsa ham, haqiqat baribir yuzaga chiqadi. Qahramonlarning yuzidagi charchoq, ko'zlaridagi ishonchsizlik va har bir so'zdan oldin keladigan sukut bu qismda yanada chuqurroq ma'no kasb etadi. Bu sukut qo'rquvning, pushaymonning va yo'qotishdan bo'lgan vahimaning sukutidir. 17-qism aynan shu ruhiy bosimni tomoshabinga his qildirish orqali